Payga tushib qoldim. Qaytaman men. Siz Imperial Academy'dansiz. Nima? Bu kimning imperiyasi? Yo'q, bu unaqangi imperiya emas, bu Imperial Academy o'quv markazi. Bu o'quv markazida siz chet tillari, ya'ni ingliz tili, arab tili, nemis tili, hattoki koreys tilini ham o'rganishingiz mumkin. Va undan tashqari siz Sizga maktub jo'natsam qanday erur? mister, bu yoqqa. O'qituvchilarimiz malakali, qattiqqo'l, 0-Sivon, IELTS'dan 7 va 8 sertifikatlariga ega. Qolaversa, binoyimiz keng, yorug', shinam. Undan tashqari esa shahrimizning qoq markazida joylashgan. Yaxshi, yaxshi. Darhaqiqat, o'zim ham yaqinda Koreyaga qo'shin tortmoqchi bo'lib turgandim. Sizlar koreys tilini ham o'rgatasizlarmi? Albatta, koreys tili deganingizga. Koreys tilida yaqindagina 3 ta o'quvchimiz Koreyaning top universitetlariga 50, 60 va 100% grantlar yutishdi. Bundan tashqari, bizda hozirda 1 va 4-sinflar orasida rus tilidan pochmochka, ingliz tilidan esa Kids English darslariga start berilgan. Yaxshi. Nevaram gulchap-chapni olib kelsam bo'lar ekan. Albatta, sizni ham o'quv markazimiz Imperial Academy'da kutib qolamiz. Bo'pti, xo'p, yaxshi qo'ylar. Imperiyamish. Bu imperiya ham meniki bo'ladi.